Assalomu alaykum parranda ishqibozlari. Bugun 1-noyabr hafta kuniga shanba. 2025-yil biz Namangan viloyati Jamashuy parranda bozoridan video qilamiz. Kanalimizda yangilar videolarga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Bo'lmasa videolarni boshladik. Yangi chaqirgan xorozlarimiz 110 ming so'mdan kam bor ekan. Makiyanimiz 100 ming so'm ekan. Bunisi bittasi makiyan ekan. Mana bozorni ko'rdingiz. Birliklarimiz 150 ming so'mdan kam bor ekan. Xorozlari mashinaga bo'lib ko'rasiz. Indihlar ham sizdanmi? Qanchadan narx? Narx ikkalasi 500 kam bor deyapti. Indihlarimiz ikkalasi 500 ming so'm kam bor ekan. Makiyanlarchi mana ular? Qasa? Ikkalasi makiyan. Makiyanlar bular 75. Makiyanlarimiz 75 ming so'mdan sotilar ekan. Yaponlarimiz 70 ming so'mdan kam bor ekan. Azar. O'rdaklarimiz 120 ming so'mdan kam bor ekan. G'ozimiz 8 ming so'm kam bor. Makiyanlarimiz 120 ming so'mdan kam bor ekan. Jo'ja xorozlarimiz 100 ming so'mdan kam bor ekan hazinada. Makiyanlar tuxumlayaptimi yo bor? Tuxumda. Makiyanlar tuxumda ekan. 10-15 dan. Yaponlar bor, yapon. Yaponlar necha puldan? Yapon kam bor. Yapon xorozimiz 50 ming so'm kam bor. Jo'ja bor ekan. Dekan jo'jachi? 300 ming. Dekan jo'jamiz 300 ming so'm kam bor ekan. O'rdaklarimiz 100 ming so'mdan kam bor ekan. Xorozlarimiz 100 ming so'mdan kam bor ekan. Makiyanlar ham shunaqami? Makiyanlarimiz ham 100 ming so'mdan kam bor ekan. Adler xorozlarimiz 150 ming so'mdan kam bor ekan.